Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz o'tgangi videoda shu Xitoy virusining kishilik turmushga ko'rsatgan ta'siri haqida qisqacha to'xtalib o'tgan. Endi bu videoda bo'lsa, bu virusningki, bu yoki taxmi to'g'risi bu virus keltirib chiqargan ofatningki davlatlarning faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatganligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Va mushundaq qilib davomli ilgarilaymiz va xalqaro munosabatga dunyo tartibi ko'rsatgan ta'sirlarini davomli tilga olamiz. Endi mening his qilishimcha bu ofat davlatlarning faoliyatiga bir qancha nuqtadan ta'sir ko'rsatdi. Xuddi shaxslarning hayotiga, turmushiga ta'sir ko'rsatgandek, davlatlarning turmushiga, hayotiga ta'sir ko'rsatdi. Va buning birinchisi o'xshashlam davlatlarning tunushiga ta'sir ko'rsatdi. Chunki davlat deganimiz amaliyotda insonlardan tashkil topgan bir siyosiy birlik. Bu davlatni boshqaradiganlar sizlar bizga o'xshash inson. Bu davlatning qarorlarini chiqaradiganlar sizlar bizga o'xshash inson. Demak, bizga ta'sir qilgan narsa shu davlatning boshqaruvchilariga, tadbir belgilovchilarga ta'sir ko'rsatadi. Ama ular bizga qaraganda texmo keng doirani ko'radigan bo'lg'achqa qarorlarni chiqargan vaqtda imkon qadar aqliy chiqarishga tirishadi. Lekin bir jamiyat, bir davlat umumyuzlik uchirgan bir ta'sirga qarata ularni qaytaradigan imkoniyati o'xshash bo'ldi. Shu nuqtadan elib aytgan vaqtda bu ofat davlatlarningki tunishiga birinchi bo'lib tunishiga ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Masalan, bu chaqqicha davlatlarningki butun qo'g'lashadigan narsasi demeti. Harbiy jihatdan qo'g'lashadigan narsasi yadro qurolti. Shundaqku dunyo atom bombasi, vodorod bombasi degandek bombalarga erishishning kuyida shuning keyindan chapatdi. Ya'ni kimning shunday quroli bo'lsa, bombasi bo'lsa, shu nochi hisoblanadi. Ammo bu virus bu xil qarashni zidilidi. Bu xil qarashning to'g'riligiga savol belgisi qo'ydi. Demak, uningdan bu nochisi bakan degan tuyg'uga keltirdi. Uningdan boshqa davlatlar iqtisodga intayin ahamiyat beradi. Iqtisodning peshidan chapatdi. Ammo bu iqtisod yer sharilish musobaqasining ta'sirida ko'pincha chet ellarga bog'langan chambarchas dunyo o'ttirisida, davlatlar o'ttirisida ilib beriladigan bir iqtisodiy munosabatga tayinatdi. Ammo bu virus tufayli davlatlar o'ttirisidagi munosabat uzilgandan keyin bu davlatlarningki bu haqdagi tunishida o'zgarish bo'ldi. Ya'ni biz o'zimizga tayanmasak, bulubmu ochliq ishlab chiqarishda, o'zimizga tayanmasak, undan boshqa tibbiy sohaga nisbatan ko'plab mablag' solmasak bo'lmaydi ekan degan tuyg'uga keltirdi. Undan boshqa neft ishlab chiqaradigan davlatlarningki neftga bo'lgan ishonchi botdi, neftni cho'ng boylik hisoblaydi. Ammo davlatlar bilan bo'lgan munosabat uzilgandan keyin, ishlab chiqarish to'xtagandan keyin neftningki ko'shki bir pul bo'ldi. Ya'ni neft hozir sudak azon narsaga aylanib qoldi. Demak, davlatlarning qimmat qarashidimi o'zgarish bo'ldi degan gap. Yana masalan normal ahvolda bir davlatni qo'g'daydigan, bir davlatningki eng muhim ko'ngil bo'ladigan kuchi nim bo'ladi? Askarlar bo'ladi, armiya bo'ladi. Ammo bu ofat yuz bergandan keyin hozir butun dunyo miqyosida kishilarning eng hurmatiga erishadigan va eng oldingi safda bu kasalga qarshi buningdan mudofialanish uchun kurash qilayotgan jangchilar kim bo'ldi? Doktorlar va sestralar bo'ldi. Siyosatchilarmi bunga qarta qarg'a kelmadi. Iqtisodchilarmi baylamı qarg'a kelmadi. Diniy sohadagilarmi hatto namozini, ibodatini masjiddami qilolmaydigan holga keldi. Ammo oldingi safga chiqadiganlar kim bo'ldi? Doktorlar bo'ldi. Demak, bu yerdami kishilarningki diqqat qiladigan va cho'ng bildigan narsalarga nisbatan ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatdi. Shunga davlatlar buningdan keyin hamda mushu sohalardagi
yetersizliklerini to'liqlashga bekrak ahamiyat beradigan bo'ldi. Chunki davlatning strategiyasini bekitadiganlarmi inson bo'lganlik uchun ularga ta'sir ko'rsatgan narsa davlatning qaroriga ta'sir ko'rsatadi. Davlatning qarori shunga qarab o'zgaradi. Mana bu birinchi nuqta. Xitoy vabosiningki davlat faoliyati ko'rsatgan ta'sirlari haqida tilga oladigan birinchi nuqtam shu. İkinci nokta bo'lsa, Xitoy virusi davlatlarning qaror elish mexanizmiga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti hozir. Ya'ni normal ahvolda yillarcha muzokara qilib ilinadigan qarorlar soat minut ichida ilinyapti. Parlamentdan tekrar muzokara qilinib o'tadigan qarorlar, qonunlar hozircha jiddiy buyruq shaklida e'lon qilinyapti va buningga o'qituvchilarmucho qarshilik ko'rsatmayapti. Nimishqa? Chunki hayot masalasi, jon masalasi. İnsanlar jon qayg'usida qolganda yana birininki yo qayg'usida qolishini hech kim qabul qilmaydi. Shuning uchun dunyo miqyosida hozir hamma davlatlarga qaraydigan bo'lsak, qarorlar jiddiy ilinyapti. Masalan, sirtqi chiqishni cheklash qonunlari, qarorlari, chegirdan kirishni cheklash qarorlari, undan boshqa nurg'un qarorlar ciddi chiqarilyapti, o'qituvchilar jimib qilyapti. Endi bu davlatning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu demokratiyaningki chekinishini keltirib chiqaradi, mustabidlikning avj elishini keltirib chiqaradi. Chunki demokratiya degan ma'lum kishilarga bergan nimasi emas, sadiqasi emas, xayrixohlik emas. Har qanday bir davlatda, har qanday bir demokratik davlatda huquqni to'liq monopol qilsam, kontrol qilsam deydigan kishilar bo'ladi. Umuman huquqdorlarning hammasi shundoq keladi. Huquqning tabiati shu. Hammani idora qilsam, hammani kontrol qilsam, hammani o'zimningki ilkiga olsam deyish. Shuning uchun biz mutlaq hukmronlik Allohga xos deymiz. Ammo insondan bo'lgan hukmronlarning shundoq tabiati bor. Shuning uchun demokratiya degan qarshilashish, tirkishish jarayonida har qaysi tarafning o'z huquqini qo'g'dishi orqali o'tirg'i chiqqan bir narsa. Ammo mushundaq jiddiy krizis paytlaricha insonlarni qo'rqinchning ichiga tiqqan bo'lg'achqa, bundan qutulish uchun jiddiy tadbirlarni olishga to'g'ri keladi. Hukumatlar bu jiddiy tadbirlarni olgandan keyin aslida bu muzokara qilinishi kerak bo'lgan, muhokama qilinishi kerak bo'lgan qarorlar tezlikda yo'lga qo'yiladi. Bu yerda o'qituvchilarga gap qilolmaydi, chunki vaziyatning taqozosi shu. Buningdan hargiz bu xil qarorlarni chiqarish xato deganlik chiqmaydi, balki mushkil harakatlar davlatningki tuzilmasiga, qaror olish mexanizmiga, davlatningki mustabidlashishiga yoki erkinliklashishiga ta'sir ko'rsatadi demakchi bo'lganim shu. Endi hozir mushkil hodisa ko'rilyapti. Shuning uchun dunyo miqyosida nurg'un peshqadam olimlar, tadqiqotchilar dunyoning kelgusininki texmi mustabid, hokim mutlaq hukumatlar tarafidan idora qilinishidan ensirayapti va yer sharilish musobaqasininki ostilaydiganligi, balki to'xtaydiganligi, davlatlarning qaytadan millatchilashadiganligi va qaytadan mustabidlikning bosh ko'taradiganligidan bishoratlarni beryapti. Biz bu haqdagi qarashlarni ayrim bir videoda so'zlaydigan bo'lg'achqa, bu videoda shu davlatlarning faoliyatiga ko'rsatgan ta'sirini tilga olish bilan bo'ldi qilaylik. Yana bir videoda ko'rishguncha Allohga omonat, omon bo'linglar.